Assalomu alaykum qadrli Hunarmand TV YouTube tomoshabinlari. Mana navbatdagi ishimiz bitkazdi, xudo xolasa. Bu ishimiz Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida bo'lib o'tdi. Xonamiz rasmiy 3x4 xona. O'pchi hamma narsasi ichida, material topilib ichida 250 ming 1 kvadrat metrni ustanovka qilib berdik. 100% MDF. Mana usta Davron jamoasi qilib ber, xudo xolasa. Qashqadaryo, Surxondaryo, boshqa viloyatlarga ham chiqib ishlayveramiz, xudo xolasa. Ob'em ko'proq bo'lsa kelishib ishlayveramiz, xudo xolasa. Pastda opsiyada nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Telegram, WhatsApp ulangan. Yana bitta xuddi shunday xonamiz ish jarayoni davom etyapti. Natijni tortilgan, uni ham tortib berganmiz oldin. Mana bu xonamiz ham xuddi 3x4. Ikkalasi bir xil xona. O'pchi hamma narsasi ichida 6,5 millionga dogovor bo'lgan. 100% MDF. Beramiz, buni ham chekkalari, gullari, svitlari bo'ladi. Endi ish jarayoni bo'lyapti, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hunarmand TVdan uzoqlashmanglar.